hal bo'lib qolishi kerak o'zi. Xudo xolasa. Ketadi. Tortib ketish kerak bu. Ana endi ishni boshladi. Ishlashini qara, ovozni qara. Nimaligini ko'rsatib qo'yay dedi. Nomini tushunmaganlar uchun bu kauchskiy soda. Любой хозяйственныйdan topsa bo'ladi. Ishlayapti jillab. Narxi ham unaqa qimmat narsa emas ekan, 35 ming so'm. Hozir yana ishlaymikan yo bo'ldimikan? Agar toza bo'lgan bo'lsa, o'sha ovoz chiqarmaydi-da. Hozir tiqilgan paytida unitar mamindan, belidan biliq ovoz chiqib o'tadi. Endi mana unitarga bosilsa ham undan ovoz yaxshi ketadi. Endi bo'lganidan keyin yana bitta qo'shib chiqaramiz. Aniq narsa oldik. Bu ichidagi qolgan narsasini yana tozalab olishga, ichidagi tosh, iladigan narsalarni. Hammasi ozgina qo'yaveramiz, bu yana qo'shimcha ish bo'laveradi.